Xodim ketishi bu uning aybi emas, sizning tizimingiz aybi. Siz ishdan ketgan xodim haqida biz unga yaxshi oylik berdik, yaxshi imkoniyatlar berdik, lekin nega ketdi degan savolni berishingiz mumkin. Lekin xodimlar faqatgina pul sababidan ketishmaydi. Ular rivojlanish yo'q, imkoniyatlar berilmagan va adolatsizlikdan ketishlari mumkin. O'z lavozimlarida 6-12 oy ichida qanday o'sishlar mavjud? KPI'lar obyektiv yoki subyektiv baholanadi. Rahbar bilan ochiq muloqot bormi? Qadrlanish qay darajada? Shularga qarab xodimlar ketish yoki qolish rejalarini tuzishlari mumkin. Bu holatda retention xodimlarni ushlab qolish strategiyasini tuzish zarur. Retention strategiyasi bu faqatgina motivatsiyadan iborat emas. Ular quyidagilarga bo'linadi. Karyera yo'llari, individual rivojlanish, tizimli feedbacklar va qadriyatlarni hisobga olish zarur. Xodim ishda qolishi oylikda emas, tizim sifatida. Sizda qolish uchun sabab bormi?